Qorin bilan yurishdan charchadingizmi? Eski kiyimlarni ko'rib, zo'r kiyimlarni ko'rib, shu kiyimlarga sig'mayotganingizdan charchadingizmi? Umuman olganda, oynaga qaraganda o'zingizga yoqmaganingizdan charchadingizmi? Men sizni tushunaman. Men ham shu narsadan o'tganman va oxirgi 2 oy ichida 23 kiloga ozdim. Ofisda o'tirib, ikkita ishda ishlab, hech qanaqa sport zalga chiqmasdan, hech qanaqadir spetsialniy dietalarni tutmasdan shu narsani qila oldim. Juda ko'p video o'rganib chiqqanman, ingliz tilida ham, rus tilida ham, lekin bittasi ham men hozir sizlarga aytgan narsani aytib o'tmaydi. Mening maqsadim bu video yozayotganim odamlarga qanaqadir foydam tegishi va ishlaydigan, bola chaqasi bor, ikkita ishda ishlaydigan, sport zalga chiqishga vaqti yo'q odamlarga, zanitoy, yoshga kirgan odamlarga tushuntirish, qaysi holatda siz o'zingizdan o'zingiz ozib borasiz. Balkim 2 oyda 20 kilo tashlamaysiz, lekin 10 kilo tashlasangiz ham bu juda zo'r narsa. Shuning uchun videoga like bosinglar. Ismim Xurshid. Xullas boshladik. Eng birinchi maslahatim, o'zim qilgan narsani sizlarga aytaman. Hamma yog'im orib qolgandan keyin birinchi qilgan narsam bu больницаga borib, ichki organlarni uzi qildim. Ichki organlarni uzi qildim deganda, nari borsa 90 ming pulim ketgandir, balkim qaysidir joylarda qimmatroqdir. Nari borsa 200 ming pul ketadi, lekin bu narsasiz umuman harakat qilib bo'lmaydi. Sababi siz qorin qo'yib yurgan bo'lsangiz, semiz bo'lib yurgan bo'lsangiz, ikkinchi stepen ajralение bo'lib yurgan bo'lsangiz, sizning organizmingiz sizga hech nima demaydi. Voy, men bitam orib qoldi degani, qatimni tortib qoldi degani bu buzilgan holatni to'g'rilash emas, bu singan holatni yamashga o'tadi. To есть qatingizdir orishni boshladimi, bu siz sindingiz degani. Lekin masalan odamlar 10 yillab, 20 yillab, даже kerak bo'lsa 30 yillab katta qorin qo'yib, semiz bo'lib hech nimani his qilmasdan yuradi, keyin bittada ketadi. Sirroz, sahr, prediabet, boshqa narsalar ketadi. O'zimda masalan jigarimda ikkinchi stepen ajralение chiqqan, xuddi shu narsaga aloqali qon topshirib kelishingiz kerak. Shuning uchun birinchi maslahat, qadamingiz больницада bo'lsin. Oyog'ingiz больницаga primoy borsin-da, qon topshiring, sahr-pahrga. Agar juda qo'lingizdan kelsa, cho'nchagingizga og'irlik qilmasa, gormonlarga ham topshiring. Nima sizga yetmayapti, nima sizga yetmayapti, qanaqa vitaminlar yetmayapti. O'zingiz hech nimani his qilmaysiz ham, hech nimani hal qila olmaysiz ham. Bo'ldi, mana shu biz narsani bilib olishimiz kerak. Keyingi ikkinchi maslahatga o'tganda, buni ham aytib o'taman. Bu narsani ham ko'p odamlar tushunadi. Bu oddiy narsa, biz oddiy narsadan boshlayapmiz. Keyin yog'i sal qiyinroq narsalar bo'ladi. Ko'chaga chiqasiz yoki uzun marketdan zakaz qilasiz. Oddiy bir tarozi olasiz. Elektron taroz. Tursa 50 ming turar, 100 ming turar. Zo'rlari ham bor. Bluetooth bilan telefondan ulanib, o'zi avtomatik yozadiganlar. U ham cho'nchagingizga qarab va taroz yoniga tikuvchilar ishlatadigan yumshoq metrni olasiz. Sababini tushuntiraman. Odam semirayotganini his qilmaydi. Masalan, bir haftada 1 kilo qo'shsangiz, sizga hech nima tuyulmaydi. Keyingi hafta yana 1 kilo qo'shsangiz, uje miyangiz sal qornim chiqibdi oynada deydi. Keyin bu narsaga o'rganguncha uje keyingi hafta yana oynaga qarasangiz, yana 1 kilo qo'shgan bo'lasiz. Odam ko'ziga, o'ziga ishonish kerak emas. Odam raqamga ishonish kerak. Shuning uchun tarozga turasiz, taroz tepasida daftar qo'yib qo'yasizmi yoki telefoningizga yozasizmi, nimadir qilasizda, har kuni ertalab turib hojatxonaga kirib, ishlarni bitirib, suv ichmasdan, ovqat yemasdan, bitta ichki kiyimda tarozga turib, qayerdir yozib qo'yasiz. Metr aytganim sababi, hamma ves kilodan iborat emas. Ko'pi suvdan iborat, bir xil boshqa narsadan iborat. Shuning uchun sizga kerak bo'lgan narsa, ayol kishimisiz, erkak kishimisiz, mana shu pupok taraflama qorinni o'lchamini bilishingiz shart. Bu narsani o'lchab yozib yurishingiz kerak va ikkita sonni o'lchab yurishingiz kerak. Shu hamma narsani yozib yursangiz, hisob kitobini qilmang, nimadir sanab o'tirmang, o'zingiz uchun yozib yuring. 14 kun davomida his etasiz, semiryapmanmi, ozyapmanmi, bitta joyda turibmanmi. Bo'ldi. Mana shu 3 ta pokazatelь, 4 ta pokazatelь bo'yicha 3 ta o'lcham bilan bitta tarozi vesi. Bu narsani albatta qilib qo'ying. Keyingi qadamga o'tamiz. Va 3-chi beradigan maslahatim, bu narsani ham ko'p odamlar tushunmaydi. Siz semiz bo'lsangiz, internetga kirsangiz, hamma nima deydi, nima qilayotgan bo'ladi. Semiz odamlarni sport zalga olib boradida, davay, bos deydi. Qo'liga 2 kilo, 5 kilo tosh berib qo'yadi, soatlab yurdiradi, yugurtiradi, terlattiradi. Men juda qarshiman bu narsaga. Tushuntirib o'taman. Oldin o'zim sportmen bo'lganman, institut paytida. U 10 yil, 12 yil bo'lib ketdi. Keyin undan keyin semirganman. Men sport nimaligini bilaman, yaxshigina tushunaman. Mana shu rasmlarni qo'yib beraman. Siz semiz bo'lsangiz, siz sport bilan shug'ullanishingiz kerak emas umuman. Sababi ko'p. Bitta sababi organizmingiz tayyor emas. Organizmingiz strashniy nagruzka oladi. Juda qo'rqinchli nagruzka oladi. Bu katta problema bo'lib chiqishi mumkin. Yuragingiz ushab qolasiz, jigaringiz ushab qolasiz, nafasingiz qaytib qoladi, oyog'ingiz og'riydi, sustavlar og'riydi, hamma narsa og'riydi. Sizga bu narsa kerak emas. 10 ming qadam yur deganda ham unutib olishingiz kerak. Sizga eng muhimi ozish. Sizga kuchli bo'lish emas, ertaga crossfit yugurish emas, ozish. Bu umuman boshqa maqsad. Mishsa o'stirish foydali emas. Bu juda zo'r narsa, lekin o'zini payti keladi. Tushuntiraman. Payti keladi deganda,
Men masalan 107 kilo bo'lganimda men iltimos menga yot, menga tegma, men yotgim kelyapti deb organizmim aytardi, pastanda charchab, uyqu kelib, terlab, mana shunaqa yotgim kelardi. Ozganimdan keyin odam tanasi o'zi sizga bildiradi, nimadir qilgim kelyapti, qanaqadir ochilgim kelyapti, qanaqadir tortingim kelyapti, qanaqadir nagruzka bergim kelyapti deb o'zi sizga signal beradi. Shu signal kelguncha sport bilan shug'ullanmang, o'zingizni qiynamang. Internetda kim nima yozayotgan bo'lsa, ignor qilavering. Bu narsa sizga hozircha kerak emas. Keyingi maslahatga o'tamiz. 4-maslahatim, bu ham juda qiziq narsa. Ko'p odam ozish uchun och yursam deb o'ylaydi. Masalan, 16 soat yemasam, 8 soat yesam, ozaman deydi. Ozmaysiz, battar qilasiz. Umuman och yurishingiz kerak emas. Ertalabdan kechgacha bo'kadigan darajada to'q bo'lib yurishingiz kerak. Ertalab turdingizmi, to'yib olishingiz kerak. Kechasi uxlaguningizcha kun bo'yi to'q yurishingiz kerak. To'q yurish qiyin emas. Bu narsani keyingi videolarda aytib o'taman. Obuna bo'lsangiz, esingizdan chiqib qolmaydi. To'q yurish degani, siz masalan to'yga ketyapsizmi, tug'ilgan kunga ketyapsizmi, kafega chiqyapsizmi, obedga chiqyapsizmi, siz to'q odam bo'lib chiqishingiz kerak. Siz to'q odam bo'lib ovqatga qarashingiz kerak. Sizga aytib o'taman, men shu darajada to'q yurganman, soatlab kekirib o'tirardim. Mana shu yeganimda mashtimgacha ovqat kelar, mana shunaqa qilib o'tirardim soatlargacha. Endi xunuk bo'lib chiqqandir, endi tushuntirayotganim shu. Shuning uchun semiz odamga och yurish mumkin emas. Semiz odam och qolishi mumkin emas. Och qolgan semiz odam nima qiladi? Birinchi o'chirib Coca-Cola ichadi. Qanaqa och yurish kerak emasligini, qanaqa odam o'zini to'q tutish kerakligini, sport o'rniga nima qilish kerakligini hammasini qolgan videolarda aytib o'taman. Bu video tez, faqat maslahatlar uchun. Mana shu narsani tushunib yetdim. Hamma savollaringizni kommentariyada yozing. Hammasini o'qiyman. Javob berishga ulgurmasam ham o'zim yozib qo'yaman-da. Keyingi videoda mana savollarni yig'inni hammasiga bittalar javob berib chiqaman deb bitta video chiqazaman. Va bu videoni tanishlarga, o'zingizga tushunayotgan mana shu odamga shu hozir shu maslahatlar kerak, shu narsani eshitsin degan odamlarga tarqating. Xullas, keyingi maslahatga o'tamiz. Bu 5-maslahat bo'lyapti. Ana olim bo'lish harakatini qilmaydi shu yo'nalishda. Odamlar kirib ketadi ichiga. Masalan, siz ishchiliksiz yoki biznesmensiz, tirikchilik qilasiz, qayerdadir stroykada ishlaysiz. Siz o'zingiz sohangiz bor, o'zingiz bilimingiz bor, o'zingiz pul topayotgan yo'lingiz bor, davlat ishchimisiz, ofisda o'tirasizmi, o'zingiz qanaqadir yo'nalish tanlagansizda, butun miyangiz, bilimingiz o'sha tarafga, o'sha opitga ketgan. Endi tasavvur qilingda, siz internetga kiryapsizda, video ochyapsizda, sizga qaysidir menga o'xshagan yosh 31lik bola, ozib ketgan bola, tak, mana belok, manimcha gramm kuniga yeyishing kerak, odamning tanasiga mana shunaqa, uglevod qanaqa hazm qilinadi. Rosa ko'p bunaqa videolar, o'zim ham rosa ko'rib chiqqanman. Sizga bu narsa kerak emas. Qachonki sizga kimdir kelib aql o'rgatish boshlayotgan bo'lsa, faktichki sizga qanaqadir yechim o'rniga bilim berayotgan bo'lsa, yig'ishtirib tashlang. Shuning uchun men bu videoni qisqa maslahatli qilaman. Men sizga hozir birinchi 7 ta qadamni aytaman, bu yechim qadami. Shuning uchun umuman o'rganib o'tirmang. Sizga aloqasi yo'q narsa, siz trener emassiz, siz nutritsiolog emassiz, siz doktor emassiz, siz sportsmen emassiz, sizga bu narsa kerak emas. 6-maslahatga o'tamiz. 6-maslahatim nimadan iborat? Odam appetiti bor, ochligi bor. Ochlik bu fiziologik talab. Masalan, qorningizda energiya yo'q, organizmda energiya yo'q, miyaga uradi, energiya yetmayapti, nimadir yeyish kerak. Bu haqiqiy fiziologik ochlik. Lekin ochlikdan tashqari appetit degan narsa bor. Shu appetit degan narsani yig'ishtirib qo'yish kerak. Appetit degani shirinlik yegim kelyapti, achchiq narsa yegim kelyapti, mana bunaqa narsa yegim kelyapti. Bu narsani qilish oson. Masalan, siz tam his qilish qobiliyatingiz 100% bo'lsa, ko'p achchiq, ko'p yog'li, ko'p shirin narsa yeverib, ichaverib, masalan, aytaylik 40, 50, 20% gacha tushib qolgan. Ya'ni siz 20% hissiyotlar bilan siz bundan keyingi safar yanada ham achchiqroq ovqat yeyishingiz kerak. Bundan keyingi safar yanada ham shirinroq Coca-Cola ichishingiz kerak. Yanada ham yog'liroq ovqat yeyishingiz kerak, чтобы odam maza qilish uchun ovqatdan. Endi buni ko'tarish kerak. Ko'tarish yo'lini aytaman, hamma shirinlik, achchiq, umuman 7 xil ta'm bo'lsa odamda, odam 7 xil ta'mni his qilsa, shu narsani yig'ishtirib qo'yish kerak. Ko'p emas, umrbod emas. Bemalol keyin shokolad yeb yurasiz, bemalol Coca-Cola ichasiz. Siz shunchaki mana shu narsani qaytarib olishingiz uchun 2 hafta, nari borsa 20 kun ta'msiz narsa yeb yurishingiz kerak. Qiyin, keyingi videolarda aytib o'taman bu narsani yengil yo'lini qilishi va oxirgi maslahatim, men sizlarga chiqdimda birinchi o'chiribda aytdim, men 2 oyda 22 kiloga yozdim, mendan o'rgan deganim, bu narsa haqiqat. Lekin siz bu narsaga quloq solishingiz kerak emas. Meni maslahatim kamida 1 yil olishingiz kerak. 1 yil. Keyingi tug'ilgan kungacha emas, keyingi yangi yilgacha emas, keyingi bayramgacha emas, 365 kun bo'lish kerak. Bugungi kundan keyingi yili xuddi shu kunigacha bo'lish kerak. Sababini tushuntiraman. Internetda rosa ko'p 10 kunda 40 kilo tashladim, 40 kunda 10 kilo tashladim, 90 kunda 30 kilo tashladim degan videolar, bu narsa sizga aloqasi yo'q.
O'zingiz vez tashlasangiz, polniy o'zingiz organizmingizga bog'liq. Bu dunyoda siz bittaginasiz, sizdagi hech kim tasholmaydi ham, siz boshqa odamdagiga ham tasholmaysiz. Balki u nimadir ukol qilib tashlagandir, balki suv ichib tashlagandir, balki kechgacha ochirib tashlagandir. Menimcha kerak emas narsa, chunki bu ekstremalniy narsa. Bizda maqsadimiz ekstremalniy emas, bizda maqsadimiz oziq olib, umrbod shu narsani ushlab yurish. Bu narsa uchun umringizni 1 yilini mana shu maqsadga erishishga ajratishingiz kerak. 1 yilda odam masalan 30-35% organizm vesini tashollaydi. Bu любой odam uchun strashniy foyda. Yurakka, hamma narsaga, asabga, uyquga, hurriya otishiga. Mana 7 ta maslahatim qisqacha aytib o'taman. Maslahatlar nimadan iborat? O'chirtmas, umuman olib yetganda. Birinchisi, borib o'zingizni tekshirib, analizlarni o'zingizlarni qilib oling. Ikkinchisi, appetitni quriting. Uchinchisi, har doim to'q yurishingiz kerak. Bu narsani keyingi videolarda xudo xolasa tushuntiraman. To'rtinchisi, bitta taroz bilan bitta metr olingda yozib bering. Raqamlar kerak. O'zingiz ko'zingizga, o'zingiz hissiyotlaringizga hech qachon ishonmang. Beshinchisi, sport, 10 ming qadam yuraman, ertaga sport zalga chiqaman, sportniy kostyum olsam yoki ishxonaga velosipedda borsam ozaman degan narsalarni unutib yuboring. Ozgandan keyin sportda o'zi vaqti keladi, hozir emas. Oltinchisi, nimadir ozaman desangiz o'rganmang. Belok nima, uglevod nima, mana shunaqa kovlab o'tirmang. Bu sizni spetsializatsiyangiz emas, bu sizga kerak emas ham. Eng oxirgisi, nimadir qilayotganingizda 12 oy mo'ljal oling. Undan qisqasini olmang. Umuman olganda siz bilan Xurshid, obuna bo'ling. Bundan buyog'iga men yana 10 kiloga ozish niyatim bor. Umuman olganda 33 kilo bo'ladi. Telegramga obuna bo'ling. Telegramda yozmaganim sababi odam juda kam, odam sal ko'proq bo'lsa maza qilib yozaman. Shu kanalga ham obuna bo'ling. Haftasiga xudo xolisa bitta, agar juda o'xshab qolsa ikkita video yozaman. Hammaga xayr.